Rostdan 20 mingga sotyapsanmi uyingni? Rostdan sotyapti 20 mingga. Bu 100 minglik uy jo'ra. Bilaman, lekin pul zarurda jo'ra, o'shaning uchun sotyapman. Bo'ldi, o'zim olaman jo'ra. Faqat hech kimga aytma. 1-2 oy yashab men 100 mingga sotaman jo'ra. Nima qilsan qil? Bo'ldi, rahmat jo'ra. Yangi uyim muborak. Yangi uyim muborak. Zo'rnaqqa oldim. Zo'rnaqqa. Здравствуйте, sosed. Mana shu pishagimni 3 kun qarab tura olasizmi? Safarga ketayotgandim. Mana nima qarayman? Eski qo'shni qarab turardi, hech nima qilmaydi, mana to'g'ridagi xonada uxlaydi. Stressga tushmasin, xo'p? Paka. Nima qilyapsiz? Nima meni mashinamga tegiryapsiz? Mani joyimga qo'yibsiz. Qayerda yozilgan siz joyizligi? Quyosh qayerga qarab tushsa, o'sha joy meniki bo'ladi. Eski qo'shni aytmaganmi? Siz kimsiz? Zo'rmanmi? Sanlar kimsanlar? Sotishga kelganmisan? Qanday kirding uyga? Eski uyda egasi bizga kalitini tashib ketgan. Chaqikalangan uyimdan a. To'xtang, amakcha, bu qanaqasi o'ysan? Abida. Voy damna, qamirligimi deyman-da. Ha, kampir chapon ta'mi keladi. Shez bor ekan lekin, aka buni boshqa ta'mlari ham bor ekan-a. Olma, shaftoli, mevani ta'mini birga bir olgan ekan-a lekin. Chaqikalangan uyimdan a. Tur o'rningga. Yangi qo'shni? Ha? Mani uyimni remont qilib berishingiz kerak. Nimaga? Uyimga suv oqyapti siz uyingizdan. Nechinchi etaj saniki? Birinchi etaj. Amaliki 4 ku, qanday oqadi? Bilmayman. Bari qara, manga qara. Uyingni o'zingga 10 ming dollarga sotaman. Ol. Bekorga aytmas ekan, uyoma qo'shni ol deb. Sosed, pishagim turibdimi? Pishaging o'ldi. Qanday o'ladi? Stressga tushib o'ldi, stressga. Nima deb o'ldi? Voy dada deb o'ldi. Bor yo'q.